Akalar bugun inshoot do'konida avval filialdagi xodimlardan tanishib o'tamiz, ketdik. Assalomu alaykum, hurmatlilar. Salomatmisiz? Aka, inshootda kim nima bo'lib ishlaysiz? Assalomu alaykum hammaga. Men inshoot savdo markazida kassirman. Ismim Izzatullo. Tanishganimdan xursandman aka. Salomat bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qalaysiz? Qisqasi intervyu, inshootda kim nima bo'lib ishlaysiz? Davay, ketyapti kadr. Nimaga Baxtiyor? Hop. Navro'zbek ismim inshootda. Hop, sotuvchi plus kassir bo'lib ishlaymiz. Tanishganimdan xursandman aka. Salomat. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Inshootda kim nima bo'lib ishlaysiz? Assalomu alaykum. Inshoot avval filialida yuk yuklovchi, ismim Muhriddin. Qish bo'ldi, qarg'alar kelyapti. Endi nima bo'ladi? Sezon boshlandi, sezon yonadi. Ko'taradimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Inshootda kim nima bo'lib ishlaysiz? Qisqacha intervyu. Men Xushnut Xolmatov, sotuvchi bo'lib ishlayman. Avval filialda. Tanishganimdan xursandman. Miau deb qo'ying. Sher aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz aka, Charchamayapsizlar? inshootda kim nima bo'lib ishlaysiz? Menmi? Oddiy rabochiman. Negadir? Mana bolalar ishlayaptilar. Men boshqaryapman. Tanishganimdan xursandmiz aka. Sog' bo'linglar. O'kam qo'yib, assalomu alaykum. Sizsiz, charchamay. Inshootda kim nima bo'lib ishlaysiz? Yuk yuklovchi Ismingiz? Ulug'bek. Ulug'bek. Tanishganimdan xursandman aka. Ishlayapman.